Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana Xitoyliklarning maydoniga keldik. Paxta maydoni. O'tganda 3-4 kunlab yomg'ir yog'di. Bundan keyin bir sug'ardi. Mana yerini ko'ryapmiz. Paxtalar chiqqan mana. Paxtadan chiqarib qo'yibdi. Hammasi mana ko'ramiz. Bular dam olish ekan. 10-chislogacha, 10-maygacha dam olish deb demabdi. Bitta-ikkita dehqonlar kelib ketdi dedi. Hozir nimalardan ko'rsam. Mana pasini ola olmadik, past taraflarini o'rtadan olishni boshlayapmiz. Mana yerlari. Hozir tepaga chiqamiz. Paxtalar mana yaxshi chiqqan bari. Juda yaxshi chiqqan. Terilib chiqqan. O'tgan safar ham ko'rsatgan edik. Juda yaxshi chiqqan. Xatosiz chiqqan. Ular paxtalarda boshini chiqargani odam ham solmadi. Chunki bari yaxshi chiqqan ekan o'zi. Ekilgan paxtani 98-97% hammasi chiqib qoldi o'zi dedi. Haligi paxta urug' teshigidan nari jilib ketib, plyonkaning tagida qolgan paxtalar yo'q. To'g'ri tushgan, to'g'ri chiqqan. Shani agronom aytdi. Odam solmadi dedi. Odamlarga ham kuniga 1200 so'mdan to'lar edi. Agar saganda bu yerga kamida 5 kun ishlaydi. 20-30 ta odam bo'lsa. Odamlarning xarajati ham yoniga qoladigan bo'libdi. Mana bu yerda yomg'ir yog'ib sel kirib ketgan joylari bor ekan mana. Qayta o'nglabdi. Yankalarni almashtirib mana bu olti agatiga kirib ketgan. Mana biz o'rtasiga keldik, odam yuradigan joy. Mana paxtalar aniq, toza, tiniq chiqqan. O'rtaga mana bitta qolibdi. Mana ikkita qolganlari ham bor. Ular odam solmabdi. Bilmadim endi yana sal odam topganda solsa. Bilmadim. Hozir dalada ishlaydigan ayollar ham yo'q bo'lyapti. Hamma o'zining ishi bilan band. Lekin odam topsa bo'ladi. 76 ga 10 qilib 4 qator qilib ekkan. Har ikki qatorda orasida suv yuradigan shlangalar bor. Tekis sug'orilgan, tekis chiqqan mana. 30 gektardan ziyodroq. 30,5-31 mi chiqadi. Mana bu yerda konteyner turibdi. Sklad o'rnida mayda chuydalarni qo'yishadi. Hozir o'rtada yo'l qo'ygan ekan, shundan boraman mana. Suv kirib ketgan, biri 6 agatga. 6 qatorga. Yarimidan kirib shekilli, tepalari yaxshi. Hozir suv tomchilatib sug'orish sistemasini borib ko'ramiz. Mana suv urgan joylari ham chiqqan, xatosiz chiqqan. Faqat mana tuprog'i suv yeb ketgan. Pastroqiga oz qolganda tuprog'i sal go'nglik ekan, to'lab bo'lib qolgan. Lekin bunga traktor kirmaydi.
evakuatsiya qilinmaydi. Xarajatlar oz bo'ladi. Mana menimcha mana shu yerdan chiqib ketgan. Mana taylarni ochibdi. Mana taylarni ochibdi, katta truba. Menimcha 150 truba shekillik. Mana yaxshi ochilib qolibdi, ko'rsatamiz. 150 truba. Mana shundan shu yerdan suv chiqib ketibdi mening o'yimcha. Boshqa yerdan sel kelmagan. Bu yerga o'zi zodi suv kelishi qiyin. Ariqdan kelmaydi, urib ketgani. Mana shu yerdan yorib ketibdi. Xomutlarni qo'yib qatiribdi. Mana shu yerda bo'libdi. Ketgan joylari. Mana maydoni. Hammasi bitta ikkita ko'k bo'lib chiqib turibdi. Endi bular nimani ichida qolgan, klyonkani ichida qolgan bor bo'lsa chiqaradimi yo'qmi bilmadim. Lekin qolgani uncha ham yo'q ekan. Mana shu yog'i ham hosilda yaxshi bersa yaxshi bo'ladi menimcha. Mana o'sib qo'ygan. Yili o'sib qo'ygan. Bir g'arichga yetmaydi. 6-7 santimetr bo'lib qolgan. Lekin hammasi bexato chiqqan. Deyarli yaxshi tekis chiqqan. Yerda mana bu yerda texnikalar turadigan joylari bor. Yerga ham o'tib qolsak bo'lamiz. Mana hammasi yaxshi. Menimcha mana ventillarni yangi qo'yib almashtirganlari ham bor ekan. Remont ishlarini ham qilibdi-da. Ish jarayonida yaxshi ishlamagan ventillarni almashtirgan shekilli. Mana bu yer juda katta. 30 gektar ham hazbakam gap emas. Bu tarafi yo'l. Bu tarafi ham, past tarafi ham yo'l. Mana bu taraflari aholi yashaydigan joylar, garajlar, skladlar bor. Mana shu yer. Men o'tganda yo'l-yo'lakay bordim, boshqa kartadagi yerlarni ko'rdim. Ular ham xuddi shunday. Bundan farqi yo'q. Hamma sistemasi yaxshi ishlayapti. Mana hozir tomchilatib sug'orish sistemasini ko'ramiz. Suvlar yettirilgan yeriga, tepaga kelyapmiz mana. Mana har 50-60 metrda 50 metr bo'lsa kerak. 50 dan oshiqroq. O'tganda ham sanadik. Mana shu yerlar. Chigiti 66-36 degan sort. Yangi sortmi bilmayman. Bu yil yangi olib kelishdi o'zlari bilan. 66-36 degan nomeri bor ekan. Qolgan xitoycha yozilgan. Yana yetmagan yerlariga 70 nomerlikni ham ishlatishdi. Paxtani havas qiladigan darajada tekis chiqqan mana hamma yeri.
paxtalarning rivojlanishi yaxshi. Hozir sug'orish sistemasini ham ko'ramiz. Mana yetib keldik tepa tarafiga. Mana yetib keldik. O'g'itlarni, suyuq o'g'itlarni, stimulyator, har qanday gumat, shunga o'xshash o'g'itlarni suvga qo'shib bergan alohida joy qilamiz degandi. Qilishmabdi. Bular hali berib bermabdi shekilli. Mana to'g'ri. Mana o'tgan safar sug'organ. O'sha bo'yi turibdi. Motor, yana o'sha motor, o'sha joy. O'sha hammam, o'sha tog'ara degandek. Eski hammam, eski tosi. Mana shu bundan boshqa paxta ekilgan joy yo'q. Ular faqat shu yerga ekkan. Shu yerga emas, 130 gektar yerga ekkan. Lekin xitoylar kelib ekyapti. Mahalliy aholi ekmagan. Ekishmayapti. Mahalliy aholi paxta ekib, ko'pi bankrot bo'lib ketdi. To'g'risini aytish kerak. Shuning uchun hamma ekmay qo'ydi. Hamma chorva oziqasiga makajo'xori, kartoshka, pomidor ekishyapti. Paxta desangiz, ekin deb zo'rlasangiz so'kib yuborish ham mumkin. Paxta ekkan odam yo'q. Deyarli hamma odam paxta ekib bo'lgan, ekib ko'rgan qiyinchiligini. Shuning uchun ekmaydi. Xitoylar o'zlari xarajatini o'zlari qilib, o'zlari ekyapti. Hamma yo'q. Bularga faqat yerni arendaga berilgan xolos. Boshqa narsalarga aralashmaydi. Mayloqlarni to'laydi. Mana suv. Mana shu yerdan suv keladi. Mana bu yer to'sadi. To'sgandan keyin bo'ldi, shu yoqqa suv kiradi. Mana shu joy mana. O'sha eski obyektimizga keldik. Bu yerda Xitoy yuribdi dedi, yo'q ko'rmadim, bilmadim, men pastda ko'rmadim. Mana bosh tarafi ham yaxshi. Hammasi yaxshi chiqqan. Mana bosh taraflari, yuqori taraflari. Hammasi tekis suv ichgan, hammasi tekis rivojlanyapti. Demak, bular hali beri o'g'it bermabdi. Shu yer. Azizlar, bugungi bo'lgan voqea shu. Paxta haqidagi ma'lumotimiz. Ularda yana boshqa ish qilayotgan paytda kelamiz. Hammangiz salomat bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'linglar.